Bandasida bor edi, orzu-yu havas. Imorat bitdi-yu, yetmadi nafasga. Shunaqa mehnatkash akalarimiz uchun, qurilish boshlagan akalarimiz uchun atrofini o'rash bormi yoki buni bizdan olib sotish bormi? Qanaqa sharoit bo'ladigan bo'lsa sizlarga yaratib beramiz, xudo xolasa. Ko'rib turganingizdek, bu yashil devorlarimizni ham Qozog'iston davlatiga, ya'ni qo'shni davlatlarga ham bemalol joriy qilib qo'yganmiz, olib borib yetkazib beramiz, xudo xolasa. Qozog'iston davlatiga shu ko'rib turgan ob'yemdagi katta ob'yemda chiqarib beramiz, xudo xolasa. Akalarimiz, sotuvchi akalarimiz, do'konchi akalarimiz xarid qilishmoqda. O'rnatish jarayoni ko'rib turganingizdek o'zining simlari mavjud. Bu orqali bog'lanadi, xudo xolasa. Orasida umuman ko'rinmaydigan darajaga keladi. O'zining simlari ham mavjud. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Hamma maskanlarga o'ziga yarasha ko'rk ajratib beradi, xudo xolasa. Inshaalloh ishlab chiqarish jarayonlarimiz to'xtamaydi. Siz uchun xizmatdamiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi, azizlar.